Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli yurtdoshlarim, aziz kuzatuvchilarim. Bismillahirrohmanirrohim deb bugun yana bir efir qilishga harakat qildim. Xudo xolisa o'ylaymanki, bugungi efirimiz ham sizlarga foydali bo'ladi. Azizlarim, kelinglar bugun savollar bo'yicha efir tayyorladim. Ya'niki yaxshi eshitish uchun to'g'rilab oling. Oyoq og'riganda, muzlaganda nima qilish kerak? Shunga bir nima qilsangiz, maslahat bersangiz debdi. Oyoq muzlashi bu qon yaxshi aylanmaslikdan, ya'ni qon quyuqlashganda shunaqa bo'lar ekan. Oyoqlarimizda muzlash va qo'llarimizda, oyoqlarimizda qanaqadir nima deydi, uyushishlar bo'lar ekanda. Chunki men har bir efirimni chiqarganimda shuni bilingki, o'zimda sinalgan, shu o'zimizni boshimizdan o'tgan nimalar bo'yicha aytyapman. Chunki men ham sizlarga o'xshagan insonman. Bizda ham shu issiqjon, boshimiz og'riydi. Shu oyoqlarim menda ham og'riydi. Mana aytganman, oldin ham og'riganda shunaqa qilganman, xo'jayinimda ham tizzalari og'rib qolganda mana shu nimalarni qilganman deganman. Shuning uchun o'zimizda sinalgan, o'zimiz ishlatgan nimalarni sizlarga efir qilib tayyorlab ko'rsatib boryapman. Hurmatli yurtdoshim, agar oyog'ingiz muzayotgan bo'lsa, og'riyotgan bo'lsa, men avval ham aytganman, buning uchun ukol dori kerak emas. Bizda Samarqand viloyatimizda Nurobod tumanida Nagorniy sanatoriyamiz bor. Buni bizni o'zbekistonliklar juda ko'pchilik bilishadi, ayniqsa samarqandliklar. Bu sanatoriyamiz da o'zi asli yer tagidan chiqadigan radanli suv bor. Bu suvi foydasi juda ham kuchli, juda ham yaxshi. Biz har yili borishga harakat qilamiz. Mana hozir salqin tushishi bilan yana borishim kerak. Shu imkon topolmayapman. Sentyabr oyiga xudo xolisa niyat qilib turibman, boraman deb. Mana shu sanatoriyaga borsangiz, xudo xolisa 5 kun lechini olsangiz hammasi o'tib ketadi. Nimasi ham qimmat emas, puli ham qimmat emas. 200 ming so'm, 250 ming so'm. Eng qimmati 250 ming so'm bir kunga. Endi buni ichida lechini, ovqatingiz, hamma nimangiz bor. Bu sanatoriyaga butun respublika bo'yicha keladi. Agar kimda oyog'ida shu og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, tizza og'riqlari bo'lsa ham hammasiga juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. O'zimizni yaqinlarimni ichida ham shunaqa ari ham chaqtirib ko'rgan, kuchli ukollarni olgan, hech qanaqa ta'sir qilmagandan keyin shu bizni nimamiz bilan o'zim bilan birga dam oldi nimada, sanatoriyada. Shundan hozir birdan og'riqlar qolib, mana 2 yil bo'lyapti, yaxshi bo'lib ketdim deb nima qilib qoladida. Endi xudo xolasa yana sentyabr oyiga borishim kerak, salqin tushmay deb turibdi. Shuning uchun kimda shu oyoqlari og'rib nima qilgan bo'lsa, mana shu sanatoriyani nima qilib beraman. Endi tizzangizda og'riqlar, oyoqlarda mabodo shishlar bo'ladigan bo'lsa, bitta gap aytib o'tib ketaman. Iltimos qilaman sizlardan, birinchi navbatda analiz qildiring. Analiz juda ham shart. Yaqinda xo'jayinimda oyoqlari yana shishib qoldi. Keyin shu malhamingdan tayyorlab qo'yasanmi deb nima qilib qoldi. Keyin men aytdim, malham mayli, malham tayyorlab qo'yaman, lekin bir tekshirtirib keling, baribir ham analiz qildirib keling dedim. Bular analizga borsa, analiz ham qilmaganda birdan tizzalarini ko'rib, tizzangizni ukol qilamiz degan. Keyin xo'jayinim qo'rqib qildirmaganlarda, keyin ancha nima yozib beribdilar, bir 3 millionlik dori darmon yozib beribdilar tabletkalari bilan. Keyin men aytdim, analiz qildirdingizmi? Qani analizingiz desam, yo'q, analiz qildirmadi, ukol nima qilamiz deb aytdi. Keyin shu bilan yana shaharga, viloyatga jo'natdim. Viloyatga bir chiqib ko'ringchi dedim. O'zlari ketdi, ular operatsiya qilamiz debdi, yana biz nima qildirmay. Keyin baribir analiz qildirish kerak dedimda, uyda 1-2 kun o'zim malham surtgandim. Og'riqlari qoldi, ishlari qaytdi biroz. Mana shunaqa yurgan vaqtlarida birdan pochkasi pриступ berib qoldi. Hech qachon pochkasi og'rimagan, birdan pриступ berib qoldi. Keyin belini ushlab qoldi. Men osh qilayotgan vaqtim edi. Keyin men aytdim, siz pochkangiz pриступ beryapti dedim. Chunki pochka pриступ berishi mumkin yoki o'tda tosh bo'lsa pриступ berishi mumkin-da. U kishi belini bir tomonlama ushladi. Men aytdim, sizniki pochka dedim. Shu bilan analiz qidirishga ketdilar bu kishi.
borib kelganda haqiqatdan ham pochkada ikki tomonlama tosh bor ekan. O'sha pryussa bergan ekan. O'sha keyin aytdim, mana ko'rdingizmi dedim. Bekorga shishmaydi oyoq. O'sha pochka og'riganda ham oyoq shishadi. Shuni bilib qo'ying. Ko'pchilik oyog'im shishdi, tizzam shishdi desa, shuni doktorga borsa birdan operatsiyaga olishyapti yoki tizzadan ukol qilishyapti va bu oxir oqibat nogironlikka olib keladi. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlarim, hech qachon operatsiya qildirishga shoshilmang. Men ko'p so'rashadi. Opa siz tabibmisiz, shifokormisiz deydi. Bilasizmi, boshingizdan o'tgandan keyin tabibmas, doktor emas deydi-ku. Hamma nimani qilaverib, shu doktor ham bo'lib ketdik, tabib ham bo'lib ketdik. Shu hozirgi ayniqsa men hozirgi dorilarga ishonmayman. Chunki kechirasizlar agar doktorlarimizga tegib ketmasin. Chunki hozirgi nimalarni xususiy firmalar chiqarishyapti, dorilarni ham. Bir joyingizga foydasi bo'lsa, bir joyingizga ta'siri borda. Shu uchun ilgarigi rossiyskiy nimalarimizga kelmaydi. Mana ukam ham, o'zimni ukam ham 2-3 yil boshi og'rib yurdi. Hech narsaga qo'ymadi. Toshkentgacha ham bordi, yotib chiqdi. O'zimni dadam mana shifokor 76 to'ldirib 77 yoshga ketyaptilar. Ukam aytadi, 2 kun dadam ukol qildilar, shu bilan mana qo'yib ketdi boshim. Necha yil bo'lib ketdi, yaxshi bo'lib ketdim deydi. Shu uchun o'zimizni Rossiya davridagi nimalar boshqa. Hozir faqat hammasi nima deydi, og'riq qoldirish uchun bizni davolamayapti-da. Kuchli u yeganingizdan keyin oshqozoningizni ham buzadi. Ertaga oshqozon pati ketsa, siz oshqozoningiz og'rib qoladi. Shu uchun men harakat qilaman tabiiy yo'llar bilan davolanishga. Shu tishi og'rib qolsa ham, pochkasi og'rib qolsa ham, o'ti og'rib qolsa ham, ayollarizdagi jenskiy kasalliklar bo'lsa ham, yo'q, shu o'zimizni tabiiy yo'l bilan yaxshi qilishga harakat qilaman. Shu uchun mana efir berganman. Necha yildan beri, mana 4 yildan beri efir qilib kelayotgan bo'lsam, har bitta kasallikka aytib o'tganman. Xudoga shukur yaxshi bo'lib ketdi. Rahmat aytib duo qilib yuradi. Rahmat, siz ham yaxshi bo'lib ketsangiz, menga ham yaxshi. Aytadiki, kimgadir bir sababchi bo'lsak, Alloh rozi bo'lsin. Payg'ambarimizni bir gaplari bor. Shu kimnidir yukini yengillatsangiz, kimgadir bir nimasiga biz sababchi bo'lib qolsak ham, Allohning bizga bir ajri bor ekan, savob ish qilganimiz uchun-da. Yaxshilik qilolmasang yomonlik ham qilma deyishadi-da. Shu uchun menga ba'zi aytishadi, nima kerak sizga, o'zingiz yaxshi bo'lgan bo'lsangiz efir qilib, siz nima qilib deydi-da. Yo'q, biz qanchadan qancha imkoni yo'q insonlar bor. Mayli pulingiz bo'lsa borib davolanib kelavering bemalol, lekin masalan men o'zim ayol kishi bo'lganim uchun shu ishga qo'l urganim, ayol kishi bo'lganim uchun mana shu uyimni tashlab ketolmaganman. Ro'zg'orimni kim qiladi deganman. Chunki bolalarim hammasi chetda, u yoqda bu yoqda tadbirkor boshqa ishlar bilan ishlagani uchun xo'jayinimlar bilan yolg'iz qolib ketganmiz va nabiralar bilan bularga kim qaraydi deganman. Shu uchun uyda harakat qilganman. Uyda nima qilsam yaxshi bo'larkan, shu yotgim kelmagan, больницаga yotsam ro'zg'orim nima bo'ladi deganman. Va shuni orqasidan o'zim tabib bo'lib ketdim. Bashli shu doktor, o'zim tabib bo'lib ketdimda. Shu hozir bilganlarimni sizga aytib o'tyapman. Xudoga shukur. O'zim mana 2-3 yildan beri shu aytdim, dorilardan voz kechib shu постоянно shu damlamalar ichib yuraman. Shu shamollashga ham, pochkaga ham, o't shamollashga ham, jenskiy kasalliklar bo'yicha ham hammasiga. Endi dorini ham ichishda vaqti bor. Qachonki shu nima deydi, judayam zarur bo'lmasa ichish kerak emas. Shu agar damlamalarni ichib yursangiz, mana hozir salqin tushyapti, уже sentyabrdan tushishni boshlaydi. Qishga yaxshi, qishdan yaxshi chiqib olasizda. Shu pochkangiz ham, buyragingiz ham, ayniqsa namozxon ayollarimizda ko'proq bo'ladi, jenskiy kasalliklar qo'zg'ab qoladi, erkaklarimiz pochkasi og'rib qoladi. Shu uchun mana shu efirimga obuna bo'lib kuzatib borsangiz, chiqazib qo'yganman. Shu har bir kasallik bo'yicha
ichadigan damlamalar tayyorlab ko'rsatganman. Jenskiy kasalliklar ham ayniqsa yosh kelinlarimizda bo'ladi. Doktorlarga borib stolga chiqib nima qilishi shart emas. Uy sharoitida o'zingiz davolasangiz bo'ladi. Yana savollar bo'lsa xudo xohlasa javob beraman. Savollaringiz bo'lsa yozib qo'yinglar xudo xohlasa. Mana ertalab tongda sizga birinchi shu efir qilib dedim. Keyingi yana ishlarimizni davom ettiramiz. Agar yana bugun ham kimlargadir shu efirlarim foyda bersa xursand bo'laman. Efirlarimda mana shu kommentariyalar yozib shu aytib qo'yinglar, kasallarga jo'natib qo'yinglar. Agar shu nimalarimizdan yaxshi bo'layotganlar bo'lsa foydasi bo'ladi. Kimdir shuni sinab ko'rdimi, yaxshi bo'lganlar bormi deb ham yozishadi-da. Siz ha opa mana shu sinab ko'rdim, yaxshi bo'ldim desangiz, bu yana kimgadir sog'lig'i uchun foydali bo'ladi. Foydali bo'lsa albatta biz hech bo'lmaganda shu biz orqali, shu bitta gapimiz orqali yaxshi bo'lsa ham Alloh bizni umrimizga, rizqimizga shu o'zi nima deydi, umringga, rizqingga Alloh baraka bersin deydi-ku. Xuddi shunaqa sizga ham, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik bersin azizlarim. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Ko'chaga chiqqanlar, ishga borganlar sog'-salomat qayting. Farzandlaringiz baxtiga. Ilohim farzandlarimiz sog'-salomat katta bo'lsin. Mana shu issiqlarda men ko'p ichim achiydi. Farzandlarga pampers kiygizmanglar. Pampers juda ham ziyoni katta, ziyoni yomon. Shu o'zimizda hozir domashniy nimalar chiqib ketgan. Bolalarimiz uchun kelinlar erinmasdan yuvib ilib qo'ysangiz birpasda quriydi. Shu o'zimizni o'zbekona ilgari onalarimiz farzandlarni qanday katta qilishgan. Hozir shu qanday katta qilsangiz farzandlaringiz dorisiz, shu pampeslarsiz katta qilsangiz farzandingiz sog'lom katta bo'ladi. Bizga o'xshab kasal bo'lmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamanglar. Rahmat e'tiboringiz uchun.